Barselonadagi o'yinlari bilan tanilgan Jordi Albani ispanchadan o'zbek tiliga tarjima qilingan so'nggi xayrlashuv nutqi. Bugun men uchun juda hissiyotli kun. Hayotimning muhim bir bobini yakunlamoqdaman. Futbol menga hamma narsani berdi. Do'stlikni, tajribani, faxrni va ko'plab unutilmas onlarni. Men Inter Miami klubiga, jamoa a'zolariga, murabbiylarga va muxlislarga cheksiz minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sizlar meni oila kabi qabul qildingiz. Bu qisqa vaqt ichida bu klub yuragimda o'chmas iz qoldirdi. Ayniqsa Lionel Messiga katta rahmat aytmoqchiman. U mening do'stim. Men bilan bu yangi sarguzashtda yonma-yon bo'ldi. Birgalikda o'ynash, birgalikda g'alabalarga erishish bu men uchun sharaf edi. Endi hayotimning yangi bosqichi oldida turibman. Ammo men har doim futbolni, ayniqsa bu klubdagi vaqtimni minnatdorlik bilan eslayman. Sizlarga baxt, omad va kelajakda ko'plab g'alabalar tilayman. Rahmat Miami degan. Bu nutqda Jordi Alba o'zining futbolchi sifatida faoliyatini yakunlayotganini bildiradi. Ayni paytda Inter Miamidagi qisqa ammo mazmunli davrini eslab, jamoa va muxlislarga minnatdorchilik bildirdi. Messi bilan do'stligi va birgalikdagi o'yinlari haqida samimiy so'zlar aytib o'tdi. Lekin Barselona to'g'risida va boshqa ortiqcha gaplarni gapirmadi. Asosan Inter Miamiga qaratdi bu nutqini.